Alloh Qur'onda aytadi. Biz asal ariga tog'lardan, tog'u toshlardan, daraxtlardan uy qilishlikni amr qildik va buyurdik deydi. Buyurdik. Mana shu yerda Alloh taolo va auha robbuka ilan nahl deydi. Robbingiz asal ariga vahiy qildi, buyurdi. Nimani? Odatda vahiy kimga tushadi? Payg'ambarga tushadi. Payg'ambarga tushadi. Vahiy tushgani bilan nima bilan tushadi? Katta bir ilohiy dastur, katta bir ilm, buyurilgan amr, qaytarilgan qaytariq va jamiyatni islohoti, odamlarni to'g'ri yashashi va qilayotgan ishingizdan go'zal natija uchun tushadi vahiy. Shu bilan vahiy tushib qolmaydi. Vahiy bir narsaga tushgandan keyin shu vahiyning orqasida nima bor? Juda ham katta madrasa, juda ham katta ta'lim, juda ham katta islohot, juda ham katta ilm tushadi bitta vahiy bilan. Endi Alloh aytayapti, asalariga biz vahiy nozil qildik deyapti. Asalariga buyurdik deyapti shu ishni. Vahiyni asalariga berdik deyapti. Alloh Qur'onda aytayapti. Demak, bejizga aytmayapti Alloh. Bejizga aytmayapti. Asal ariga nisbatan Alloh taolo vahiy kalimasini ishlatdimi? Bir quloq solingchi. Nima uchun Alloh taolo asalariga shu kalimani ishlatdi? Alloh taolo vahiyni orqasidan juda katta ta'lim, juda katta islohot, juda katta madrasani beradi deb aytdik. 1.8 2 gram keladi bitta asalari. Bitta asalarining vazni 2 gramga ham to'g'ri kelmaydi. Aksariyat holatda, ag'labiyat holatda mehnatkash bo'lib turgan arining vazni 2 gramga yetmaydi. Lekin Alloh taolo shu asalariga vahiy orqali shunday ta'lim berdiki, ilm berdiki, siz bilan men bugungi kunda yeb turgan, iste'mol qilib turgan mevalarimizni saqlashlik va mana shu mevalarimizni ta'minotini ketini uzilmasligini shu asalariga nima qildi? Yukladi. Agar asalari gullagan mevani changlatmasa, meva birortasi bo'lmaydi. Birortasi bo'lmaydi. Asalari shularni changlatmasa, mevalar ushlamaydi. Rasululloh yangi Madinaga kelgan vaqtlari edi. Yangi kelgan vaqtlarda Madina ahllari xurmoni changlatishar edi. Shu xurmo katta bo'lib ochgan paytda erkak xurmoni ichidan bir nimasini olib kelishib, o'sha meva solgan xurmoni ichiga solishadi, og'zini bog'lab qo'yishardi. Va mana shu ikkita xurmo bir-biridan changlardi, o'sha gullagan hamma gulini xurmo ushlab qolardi. Shu uzumni katta boshiga o'xshab keyin xurmo meva solardi. Rasululloh bir kun ketayotgan vaqtda Madina ahli shu ishni qilib turgan paytlarda payg'ambar alayhisalom nima qilyapsizlar deganlarda, biz har yili shunday qilib changlatamiz, meva yaxshi beradi dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, buni qilmasanglar ham Alloh taolo xohlasa bo'laveradi dedilar. Bo'laveradi dedilar. Va ketdilar. Bu gap ularga yoqdi. Rasululloh aytdi-ku axir. Payg'ambar alayhisalom aytgandan keyin nimaga ham qilmasliklari kerak? Shunday tashashda changlatishmadi. O'sha yili meva har yilga qaraganda ancha past bo'ldi. Buni xabarini Rasulullohga yetkazishdi. Yo Rasululloh, siz aytdingiz, Alloh fazl qilsa beraveradi deb aytdingiz, bu yil changlatmadik, lekin hosil juda ham pasayib ketdi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilar: agar men sizlarni dinlaringiz haqida, shariatlaringiz haqida gapirsam, faquduhu, o'ylanmasdan olinglar. Dunyolaringiz haqida gapiradigan bo'lsam, ana basharun mislukum. Men ham sizlar kabi bir basharman. Men ham xatoga qilishim mumkin. Men hamma narsani tushunmasligim mumkin. Men dinlaringiz haqida gapirsam, o'ylanmasdan olinglar deb Rasululloh aytdilar. Ana o'shanda ham changlatishlikni misoli keladi Rasulullohning hayotlarida. Alloh taolo 2 gramlik bo'lib turgan hasharotga vahiy qildim deyapti. U vahiy nima edi desa, vahiyning orqasida nima edi desa, shu vahiyning orqasida shunday ta'lim oldiki asalari, siz bilan men yeb turgan mevani mutlaq mevasi to'liq holatda saqlanib qolishligi uchun shu 2 gramlik asalari xizmat qilyapti. Siz bilan menga shu ishni bo'yniga olib qilyapti. Shu asalari bir-biridan changlatmasa meva ushamaydi. Vahiyning orqasidagi nima edi? Vahiyning orqasidagi manfaat shu edi. Endi asalari holi hayotda uchadigan bo'lsa 65 kilometr tezligida uchadi. 65 kilometr tezligida uchadi. Endi bir qatra 1 gramga yetib yetmasdan bir qatra gulni sharbatini yig'ishlik uchun 1000 dan ortiq gulga qo'nadi. 1000 dan ortiq gulga qo'nadi bir qatra sharbat yig'ish uchun. Endi tasavvur qiling-da, birodar. Bir qatra gulni mana sharbatini yig'ishlik uchun 1000 dan ortiq gulga qo'nsa-yu 1 kilo asal uchun qancha gulga qo'nish kerak? Millionlagan gulga qo'nadimi? Millionlagan gulga qo'nish kerakmi? Endi qarang, birodarlar. Alloh taolo asalariga shunday ta'lim bergaptiki, vahiy orqali.
asalariga shunday ta'lim berildiki, asalarining vazifasi nima desa, bir gulga qo'nib, mingdan ortiq gunga qo'lganidan keyin o'zini vazni 3dan 1 qismiga uni qornidagi joyi, asal yig'adigan, sharbat yig'adigan joyi o'zini vazni 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Endi o'sha o'zini vazniga saqlash mumkin bo'lgan qornidagi idishini sharbat bilan to'ldirganidan keyin u to'ldi. Endi nima bo'ladi desa, endi uni tezligi yarimga qisqarib 30 ga tushadi. 30 tezlikka tushadi. Endi o'sha gul nektaridan olgan sharbatni uyiga qaytib olib kelayotgan vaqtda shunday olib keladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yo'q. Alloh nima dedi? Biz vahiy qildik asalariga deyapti. Bugun zamonaviy texnologiyani ko'rsangiz, ishlab chiqarishni ko'radigan bo'lsangiz, konveyerli sistema deydi yoki boshqa bir joyda hamma narsani avtomatika deydi. Bugun bitta konveyerga, liniyaga mahsulot tushadigan bo'lsa, bitta mahsulot shunday ketsa, bitta apparat kelib tashlaydi, ikkinchi apparat uni qopqog'ini yopadi, uchinchi apparat uni upakovka qiladi, to'rtinchisi etiketkasini yopadi, mahsulot bo'lib chiqib ketadi. Yoki bo'lmasam dengizda baliq ovlayotgan bo'lsa, juda ham katta kema, laynerlar bo'ladi. Uning ichida haqiqatda zavod bo'ladi. Ovlangan baliqni kemani o'zida qayta ishlashib, tayyor mahsulot qilib chiqishadi. Nima uchun desa, foydasin, vaqtdan yutadi, iqtisoddan yutadi, hamma narsadan yutiladi. Va biz buni zamonaviylik deb aytamiz. Va mana shu narsani zamonaviylikka kelishlik uchun bilasizmi, necha yillar mehnat qilingan, necha yillar ter to'kiladi, nechta odam ishlaydi, nechta odam aql sarf xarajat qiladi. Vaholanki Alloh taolo 2 grammli hayvonga vahiy qilib aytayapti. Nima deyapti? O'sha asalari o'zini idishiga asaldan, guldan olgan sharbatini olib uyga qaytib kelgunigacha o'sha gul bilan uyni orasiga kelayotgan vaqtda tezligi 30 ga tushadi. Nima uchun desa, ana o'sha qaytayotgan vaqtda uyga yetib kelgungacha qornidagi sharbatni asalga aylantirib o'sha yerda qayta ishlab keladi deydi. Buni ta'limini kim berdi? Asalarining ichida shunaqangi bir kimyoviy moddalar chiqadi. Odatda eng ko'p antibakterialniy degan, ya'ni bakteriyaga qarshi bo'lgan mahsulot asal hisoblanadi. Yillar mobaynida tursa ham achimaydi. Yillar mobaynida tursa ham eskirmaydi, sasimaydi. Nimaga? Shu darajada bakterial, antibakterialniy narsasi ko'p. O'sha 2 grammli bo'lib turgan asallarning ichidan chiqayotgan kimyoviy modda endi asalari o'sha guldan to uyiga kelgungacha o'sha qornidagi sharbatini asal qilib yarim holatga olib kelib, eshigini tagiga olib keladi. Buni ta'limini kim berdi? Nima uchun Alloh taolo asallarga vahiy qildim deb aytayapti axir? Qur'on siz bilan menga o'z-o'zidan bir asotir kitob emas deb aytayapmizmi? Endi asalari uyga keldi. Asalari uyga keldi, eshigini tagiga keldi. Eshigini tagiga kelgan vaqtda asalari jamiyati bor u yerda. Katta bir davlat ishlayapti. Bitta katta bir hukumat ishlayapti o'sha asallarning ichida. Eshigini tagiga kirganda ikkita eshik tagida posbonlar turadi. Har bir ariga bittadan parol beriladi. Parol. Asalari eshigini tagiga kelgandan keyin qutini oldiga kelib, o'zini parolini aytsa, keyin ichkariga kiritiladi. Agar asalari parolini aytmasa, bir muddat kutiladi. Aytib bera olmasa, o'sha yerda asalarni o'ldirilishadi, boshqa joyga yuborishmaydi. Qat'iy tartib shundoq belgilangan. O'zini parolini aytadi, keyin ichkariga inga qo'yiladi. Endi parolini aytdi, inga kirdi. Inga kirgandan keyin nima bo'ladi desa, endi ichkarida juda ham katta bir jamiyat ishlayapti, bitta hukumat ishlayapti. Bu hukumatning boshlig'i ona ari. Ona ari turadi. Ona ari erta bahorda bir kunda 2000 taga yaqin tuxum qo'yadi. Bitta fabrika ishlaydi u yoqda. Ishchi fabrikasi. Endi o'sha sizlar meni ko'rib turgan kichkina qutini ichida bilasizmi nima jarayonlar bo'ladi? U yerda bir necha vazifador arilar bor. Bir necha ishlar davom etadi. Ona ari tuxum qo'yar ekan, mana shu ona arini tuxum qo'yish jarayonida va ichkaridagi hukmronlik qilishlik uchun muayyan bir oqsoch arilar bo'ladi. U arilar tashqaridan chiqib, ona ari uchun maxsus oziqa olib kelishib, ona arilarning ta'minotini ta'minlab turishadi. Buni ilmini kim berdi? Ularning ishi faqat shu. Ona arini ta'minotini ta'minlash. Endi ona ari 3 xil tuxum qo'yadi. Bir erkaklar ari, ikkinchisi ishchi arilar, uchinchisi o'ziga o'xshagan ari. Ya'ni muvazzaf bo'lgan arilardir. Buni ta'limini kim berdi? Endi ona ari tuxum qo'ydi. Tuxum qo'ygandan keyin qo'yilgan tuxum o'z-o'zidan chiqib qoladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Chiqib qolmaydi. O'sha uyni ichidagi, inni ichidagi harorat bir xilda ushlab turilsagina u tuxum rivojlanadi. Ichkarida maxsus arilar bor, xonani haroratini tekshirib turadigan. Ular xabar berishadi. Xonani harorati tushib ketdi desa, arilar quyosh chiqayotgan tarafga o'tib, o'sha tarafdagi issiq havoni qanotlar bilan haydab, uyning ichiga issiq havo qaytarishda haroratni ko'tarishadi. Buni ta'limini kim berdi?
Xonani harorati ko'tarilib ketdi desa, quyoshga teskari bo'lib turgan, salqin bo'lib turgan tarafga o'tishadi-da arilar. O'sha tarafdan qanotlar bilan havoni ichkariga haydarishib, xonadagi haroratni tushirishadi. Buni ta'limini kim berdi? Buni ta'limini kim berdi? Qur'onda Alloh taolo aytayapti, asallarga men vahiy qilganman deyapti. Endi uyda barpo bo'lib turgan narsa, asal bo'lgan narsani ko'ryapsiz. Endi o'sha asallarining uyini ko'rganmisiz? Nima uchun 6 burchak? 4 burchak emas, 3 burchak emas, dumaloq emas yoki 5 burchak emas. 6 burchakdagi shaklini ko'radigan bo'lsangiz, 6 burchakda joylashgan shakl hech qanday isrofga yo'l qo'ymaydi, ya'ni joylash jihatdan. Mana shu 6 burchak joylash jihatdan hech qanday ortiqcha joy qolmaydi. Ya'ni belgilangan joydan unumli foydalanish va foydali maydonni to'liq holatda o'ziga foydasiga hal qilishlikni asalariga kim ilmini berdi shu 6 burchak qilib uy qurishdi? Qarang, go'zallik shundaki, endi qurayotgan ari, in quruvchi arilar bir tomondan ketmas ekan. Bittasi bir tomondan, ikkinchisi bu tomondan. Ikki tomondan uy qurib kelinadi. Hisob-kitob shunday olinadiki, oxir nuqtaga kelgan vaqtda ham ikkala tomon bir xil hisob-kitob bilan kelib, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deydi. Buni ilmini kim berdi? Buni ilmini kim berdi? Biz faqatgina joydangina iqtisod qilyapti deb o'ylamaylik arini. Vaholanki ari o'zini asalini yig'adigan mum, ari sham deb qo'yadi boshqa. O'sha mumni ham iqtisodi shunday bo'ladi. Agar 4 burchak yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, uni oralarini to'ldirish uchun juda katta miqdorda mum isrof qilish kerak bo'ladi. Lekin asalari mumni ham isrof qilmasdan 6 burchak qilganining sababi mumdan ham, joydan ham iqtisod qilishlikning imkoni bo'lganligi uchun u 6 burchak qilib uy soladi deydi. Buni ilmini kim berdi? Buni ilmini kim berdi? Asalari o'z-o'zidan borib bir joyga borib gul yoki sharbat yig'ib kelmaydi. Maxsus arilar bor. Ular faqatgina ishi mana shunaqangi gullagan joyni topish, u yerdagi asal miqdori, sharbat miqdorini belgilash va o'sha belgilangan sharbat miqdorini kelib xabarini berish. Maxsus otryad boradi. Borib o'rganadi. O'rgangan joyda qancha asal bor, qancha sharbat bor, qancha ari kelsa shu kifoya qiladi degan haqma informatsiya, ma'lumotlarni olganidan keyin inni oldiga keladi. Inni oldiga kelgandan keyin xabar kiradi ichkariga. Xabarchilar keldi, yangi joy kashf qilingan, chiqinglar deydi. Arilar chiqishgandan keyin o'sha xabarchi ari kelib, ikkita qanotini oldiga qo'yib turib, ketini pastga osiltirib, o'yinga tushar ekan, indi oldida. Mana shu o'yinga tushish jarayonida qayerda, qancha masofada, qancha asal miqdori bor, hammasini kartasini o'sha joyda chizib beradi deydi o'sha skor arilar. O'sha chizilgan kartani qolgan arilar ko'rib bo'lgandan keyin, olib ma'lumot olib bo'lgandan keyin qancha ari ketishligicha o'shancha ari to'planadi, o'shancha ari ketadi o'sha joyga deydi. Ko'p ari bormaydi deydi. Buni ilmini kim berdi? Buni ilmini kim berdi? Bordi deyapti. Ari deydi. Bir joyga gulda sharbatini, nektarini yig'yapti. Bir nektarni olib bo'lganidan keyin o'zidan bitta hid qoldirib ketar ekan ari. Nima uchun desa, o'zidan keyingi ari kirib vaqtini isrof qilib, sarf qilmasin, ovora bo'lmasin, beta hech narsa yo'q degan belgini qoldirib ketar ekan. Buni ilmini kim berdi? Modomiki asalarilar gulning nektarini yig'ishar ekan, o'sha yig'ayotgan nektarini bir sherigi, bir asalari no'noqlanib qiynalib qolyapti. Ya'ni bir shikast yetdi, bir zaiflik yetdi, bir qiyinchilik yetdi, yo bir xastalik yetdi. Darrov boshqa arilar to'planishib, o'zi yiqqan nektarni o'sha ariga berishar ekanda, uni jo'natib yuborishib, o'zlari yana terimda davom etar ekan. Bu ulfatchilikni kim berdi ularga? Asalarini Alloh taolo shunaqangi bir go'zal, siz bilan menga bir go'zal mo'jizada bu, ilmdan boshqa narsa emasda. Asalarini hayotini o'rgansangiz, dod-duvorasida boshqa gap so'z yo'q. Onasini, qutidagi ona arini asalarilar hididan bilishar ekan. Agar ona ari o'lib qolsa, ona ari o'sha qutini ichida vafot qilib qoladigan bo'lsa, arilar ishlamay qo'yar ekan. Onasi vafot qilganligi uchun, rahbari o'tib qolganligi uchun, endi boshsiz bo'lib qolganliklari uchun, toinki yangi ona saylanib, yangi ona e'lon qilinib, yangi ona rahbariyatga kelmagungacha birorta ari ishlamas ekan. Buni ilmini kim berdi? Buni ilmini kim berdi? Endi ani qutini ichida tuxum qo'yildi, harorat ushlab turilibdi. Harorat ushlab turilgandan keyin endi nima qiladi desa, o'sha tuxumdan chiqqandan keyin arilar, o'sha yerda murabbiya arilari bo'lar ekan. O'sha murabbiya arilari o'sha har bir tuxumdan chiqqan asal ariga kerakli bo'lgan ta'limni, ilmni o'sha yerda turib berib qo'yadi deydi.
asalari qutidan chiqayotganda tayyor bo'lib chiqib ketadi deydi. Buni ilmini kim berdi? Bu hukumatni ko'ring boshqaruvini. Modomiki qutini ichida bir tarafni namligi pasayib ketdi-yu, bir tarafi namligi kuchayib ketdi. Nima bo'ladi desa, o'sha namligi yetmayotgan joyga tashqaridan muazzaf qilingan arilar suv olib kelib, qutidagi namlikni ushlab turadi deydi. Doimiy ravishda qutini ichidagi tozalik qattiq nazoratga olingan deydi. Qutini ichidagi tozalik qattiq nazoratga olingan deydi. Muayyan bir vazifador arilar faqatgina arini inini tozalab turadi. Tozalash deganda oddiy tozalash emas. O'sha ham o'zini ichidan kimyoviy moddani chiqarib, o'zidan o'sha kimyoviy modda bilan tozalab turadi. Shuning uchun ham hech qachon asallarning ichidan vabo yoki bir kasallik chiqmaydi deydi. Buni ilmini kim berdi? Modomiki bir ari, ishchi ari, asal yig'ib turgan ari bir jonzotni, bir insonni chaqdi. O'sha joyda o'ladi deydi. Chaqqon zahotiyoq tushadi, o'ladi deydi. Nima uchun? Tartibni Alloh taolo nazofatni go'zal qilganki, o'sha ari chaqqan joyda o'lmasa nima bo'ladi desa, o'sha chaqqan jonzot, hasharot yoki bo'lmasam insonni chaqadigan bo'lsa, o'sha nishiga o'sha insondagi bor bo'lib turgan virus bo'ladimi, kasallik bo'ladimi, biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'shani kelib asalga qo'shib qo'yishi mumkin edi. Ilohiy tadbirning go'zalligini qarang, chaqiyapti, o'sha yerda vafot qilyapti, hech qachon asalga mikrob, virus kirmayapti. Buni ilmini kim berdi? Bilaylik, 70 dan ortiq kasalga dardga ochiq oydin asal shifo. 74 ta debdi ba'zilar. 74 ta dardga to'g'ridan to'g'ri shifo bo'ladi asal. Hatto sahrga, qandli diabetga ham asal shifo bo'lar ekan. Agar uni ilmini bilib, tartibini bilib, o'sha narsani haqiqatan rejasini bilib, ya'ni raspisaniyasini bilib, jadvalini bilib turib agar iste'mol qiladigan bo'lsa, sahrga ham davo bo'ladi debdi. Kim berdi buni ilmini? Va avha robbuka ila nahl deyapti Alloh taolo. Men asalariga vahiy qildim degandan murod nima edi desa, shuncha mo'jiza bor. Biz aytayotgan narsalar juda ko'p narsalar bor edi, vaqt kelib qopti. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz nima edi? Akalar, Qur'on bu ilmiy kitob. Hikmatga to'la kitob. Siz bilan men yengil qaraydigan, beparvo bo'ladigan kitob emas. Bugun mahkam bo'lish kerak. Mahkam o'rganish kerak. Rabboniy kitobimiz orqasida nimalar turibdi? Bugun fursatimiz, imkoniyatimiz, bu narsani o'rganishlikka bo'lgan sharoitimiz eng oliy darajada turibdi.